Opel zavodiga kelganman. Opelning mana shunaqa kichkina pingvincha varianti bor ekan. Shuni yuklab xullas Italiyaga ketishimiz kerak. Hozir Germaniyadan bilasizlar, Opel Germaniyaning mashinasi. Welcome to Deutschland. Xullas mitchalarni yuklab ketyapman. Bir kun muzikasi qo'yilib ketdi. Kolonkasini qaranglar. Oh, bu monitori bor. Ey. Sensori bor ekan. Tiko bu, Tiko. Qaranglar, kichkinaligini qaranglar. Tikoga ay, astag'firulloh, o'zimiz bilan shu tenglashtirib, nima bo'lsa Germaniya bilan O'zbekistonni solishtiramiz-da. Endi boshqa iloji yo'q. Tikoga o'xshagan kichkina mitta mashinaga, pingvin mashinaga endi sensor, monitor, komfortni qo'yib qo'yishga. Endi bizda Damas hali ham karburatorda ishlab chiqariladi akalar. Ho, yig'lab berim.